Saat 8'den 10 minut ötdi. Kechki ovqatni yemedim. Diyetadaman, karnımni yo'qotjekman. Lekin yine açlıkqa chidolmay o'tiribman. Ochman. Hozir ochliq bilan kurash jang etib yotibdi, jang. Choy ichib o'tiribman. Prosta lekin ochman. Karnım och. Я голоден. Проголодался. Блядь. Choy ichib o'tiribman yana. Yemaslik kerak. Tem bo'li endi 8 dan o'tdi. Saat 6 olsam zarar yo'q edi. Chunki o'sha yana bir 2 soatdan keyin xulidon bo'lsak, qarnim och. Men ochman. Lekin ariqlayjekman. Ahvolcha tak. Короче, hozir это kaloriyasiz dietический tipa vajlarni yeyishim yaxshi emas-da, o'sha chunki soat 8 da o'tib qoldi. Chiqarib ma'lumini azamda aytaman-da. Hech nima uxlab bilamanmi yo'qmi? Ko'ramiz.